Hammaga salom mollar, sizlar bilan Zola Pavakam. Bugun menga ChatGPT challenge beradi. Agar bajarsam kanalga obuna bo'lib, videoga like bosasizlar. Qani ketdi bo'lmasa ChatGPT ga yozamiz. Xo'p, mana bolalar ChatGPT ga yozaman. Xo'p bolalar, birinchi challenge match davomida umuman transportlardan foydalanmayman. UAZ har xil mashinalar. Ikkinchi challenge bolalar, faqat Uzi, Vector, Yumpi bilan kill qolganman. 3 ta. Uchinchi challenge dropdan bitta bo'lsa olishim kerak, kamida bittani olishim kerak. To'rtinchi challenge bolalar, aptechka, jonli ko'paytirgan narsalar foydalanmayman. Beshinchi challenge bo'lsa, har xil qurollardan 3 ta kill qilishim kerak. Qani bo'lmasa ko'p PUBG ga o'tib, challenge boshlaymiz. Xo'p bolalar, mana matchni boshlab oldik. Bolalar shuncha harakat qilib, video montaj qilib, shuncha challenge bajaraman. Shunga yarasha bitta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar, iltimos. Xo'p bolalar, men birinchi bo'lib Crabgrass eventga tushaman. Bolalar, men ChatGPT degan arzularni topolmadim, hamma eventdan qochib ketdim. Va men eventdan qochganimda ikkita bot chiqib qoldi yonimdan. Menda ChatGPT degan arzular yo'q bo'lgani uchun pichoqda o'ldirishga harakat qildim. Bu botlar mana jonim kam qo'ydi va men bitta bug esimga tushib qoldi. Botlar yodda olsangiz, ular zot olmaydi. Keyin mana xayolimga bitta narsa kelib qoldi. Yotayotganda pichoqni otib bo'ladi. Shunga ularni otib o'ldirdim. Keyin men boshqa joyga qochib ketishga harakat qildim. Va men botlarning yonidan qochib kelganimda, botda Vector arjos bor ekan, men uni olib, endi 3 ta kill qilishim kerak bo'ladi. Bolalar, menimda bitta bot bor edi, men uni o'ldirib, bitta kill deb qildim. Endi 2 ta kill qoldi. Bolalar turib tushayotganini ko'rib, men medisinga yugurdim. Men medisinga kelganimda odam borligini ko'rdim va ularni o'ldirishga harakat qildim. Mana bolalar, men o'zida ikkinchi kill qildim. Keyin pastimda odam yurgan ekan, uni o'ldirishga harakat qildim. Va men oxiri tavakkal qilib pastga tushdim va uni o'ldirdim. Lekin meni ham o'ldirib qo'yishdi. Samolyotda bo'lganimda drop tushayotgan esimga tushib qoldi va men dropga qarab tushdim. Bahmatda bolalar ishga qo'ygan ekan, men ularning yoniga keldim, lekin bitta brat meni jonimga kam qilib qo'ydilar. Bolalar esladi bo'lsa, meni aptechka qilishim mumkin emas edi. Va men o'yin davomida bitta ham aptechka qilmadim, men yana bitta challenge bajardim. Men u bratni o'ldirdim, lekin men zonada qolib ketdim. Va men hamma challenge bajardim.